Menga negativ yozayotganlarni ilovando asbo bitirmay qolsin. 2 sekund tursinda yana uxlab qolsin. Oh my god. Oh my god. Qani bismillahirrohmanirrohim. Ha, ketdik-a. Mahkam sho'g'ilinglar, yaxshi. Men ham telefonni mahkam ushlab oldim. Ketdik-a. Ya Alloh. Bergan kuningiz shu, bergan navozingiz. Voy, nima mazza-lar, havo, qaranglar. Oh my god. Maydacha bo'lishdi pulini bittasini ko'rsataymi sizlarga. Soyachani qaranglar, mana hech qayerda boshqa soya yo'q. Bittagina soya bor va men shu soyaga sig'aman. Zo'rmi? Men labimni opishga hali hech kimga ruxsat bermaganman. Lekin sen xohlasang senga mumkin jonim. Mana Astasiy trusикlarni chiqibdi. Kupalnik. Hozirgi yoshlarga hayronsan, nima bu endi shu ham narsam rezinkami, kim qanaqa manelkal arabskiy o'ynaydimi? Bunisi-chi, bunisi bu jemchuk. Qayerga keladi buni? Abadokmi bu, rezinkami bu? Nimaga telefoningizga parol qo'ygansiz? Bitta sabab bilan ayta olasizmi? Yozib qoldiring. Anam balam cho'milgani keldim. Anam balam. Hop.
Holatim 17 cm. Qanday qilib 25 cm qilsak bo'ladi? Doktor janoblari deb savol yo'llashibdi. Albatta buni qilsak bo'ladi. 25 emas, kerak bo'lsa 30 cm gacha kattaytirsa bo'ladi. Buning uchun do'konga borasiz va 5 kilogramlik tosh sotib olasiz. Mana shu 5 kilogramlik toshni jins olatga boylab, osib qo'yib, kunida kamida 6 soat shunday yurishingiz kerak. Shunda sizni jins olatingiz 25 cm emas, 30 cm gacha o'sishi mumkin. my god. Men hozir do'stimni 10 metrdan boshidagi fleshni choqlab yorib beraman. Tayyormisan do'stim? Tayyor. Men do'stimga ishonaman. 100%. Qani davay. Shokir, yaxshimisan? Ana, buyon bizni ham uyga travat tilin qilib ketishdi mana, rahmat. Ana Shokir oshnamizga ham travat tilin qilishdi. Men ham yeplayman. Hali hammaga ko'rsatib qo'yaman. Ha, meni hamma taniydigan bo'ladi. To'g'ri ham butun olamga taraladi. Bir ta'mini ko'raylik qani. Gel degan ta'mi qolmabdi do'stlar. Qarab, his qilmay qolibman. Oh my god. o'zing qo'yamiz. Nima o'ylaysiz? Nima diraysiz? Dirlamang. Sop. Sop. Tugi yo'q bo'lsin buni. Alloh shukr. O'lsin, qiynalib. Kim senga qilgan duo qilgan? Manzura. Manzura? Jahiz o'tsin degan. Nima sababdan qilgan senga? Nima sababdan qilgan senga? Chaya deyapman. Necham minchi? Ishonasiz. La ilaha illalloh. Shifo olun. Oh my god.